Atiga 2 million so'mga iPhone 17 Pro Maxga o'xshagan telefon ko'rsatsam, sizlarga qiziqmi? Bu ko'rib turgan telefoninglar Dubai Premium versiyasi deyiladi. Telefon o'zi u yerda tursin, korobkalarigacha birga bir. Mana o'sha mazza qilgan joy. Mana o'zingizlar ko'ringlar, haqiqiysiga rostdan ham o'xshaydi-ku. Agar o'zingizlar aytib qo'ymasanglar, uncha odam farqiga bormaydi. Lekin biz aytib sotamiz. Ko'rinishini ko'rdinglar. Endi menyulariga o'tamiz. Menyulari ham xuddi iPhone'dagi bo'ladi. Sensorini ishlashini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Menyulari iOSga o'xshagani bilan, lekin sistemasi Android bo'ladi, Play marketlari bo'ladi. Bemalol xohlagan narsalarni ko'chirib olsanglar bo'ladi. Eng muhimi emaillar registratsiya bo'lgan bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Nastroykalarni ham bitta o'zingizlar ko'ringlar. iPhone'ni o'zi-yu xarakteristikalarni ichiga shunaqa ko'rsatib qo'ygan. To'liq ma'lumot olish uchun bizga bemalol telefon qilaveringlar. Qolgan joylarni o'zimiz tushuntirib beramiz. Aytgancha, hozir bu telefonlarni sotuvda silver va orange ranglaridan bor. Yon tomonidagi knopkasi ham ishlayotgan, rasmga olishni ham o'zingizlar bitta ko'rib boqasizlar. Zoom knopkalari ham ishlab turibdi. Xullas, bu telefonni olsanglar, ortiqcha rasxod qilib o'tirmas ekansiz. O'zini komplektdan bitta Type-C shnuri va biz sizlarga bitta adapter va bitta chexolni qo'shib beramiz. Chexollari o'ziga qolib bo'lib tushadi. Ushbu telefonlarimiz sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, bemalol shu raqamlarga aloqaga chiqing. O'zbekiston viloyatlariga va shahar ichida dastavkamiz bor.